Xo'p, Samarqanddan do'stimiz kelganlar. Mana sementalni o'zi qilyapmiz. Mana sizik fak, o, sachkaroqqa. Mana. Shu qovoqchaning ichida mana. Ko'rdingizmi, yo'q bo'lib qoladi sekin. Ana paydo bo'ldi mana bola. Ko'rdingizmi? Kindikchalari bilan turibdi mana. Ana bola. Dumaloqcha oqqish bo'lib ko'rinadi. Ko'rdingizmi? Qo'l harakatlariga bog'liq, Yashang. Yashang. U 45 kunlik, 50 kunlik atrofdagi homila. Endi 1 oyliklar borku, bundan kichkinacha bo'ladi. Kuniga qarab o'zgaradi. Sidik fang toping. Ana, ko'rdingizmi? Ikkalasi chegarasini ko'ryapsizmi? Mana sidik fang, mana matka. Ko'rdingizmi chegarasini ikkalasini? Shuning uchun sidik fang orientir bo'ladi. Любой vaqt. Tushundingizmi? Gap yo'q. Молодец. Qalay fikrlar? Yaxshi. Faqat videoni tashlang. Bo'ldi, hozir bo'ldi demang. Tushundingizmi? Polni video tashlab turasiz. Qo'ldan ko'ryapsizmi? Qo'lni harakatlantirasiz mana. Bitta joyi ushlar mana. Ko'rdingizmi? Qo'lg'alari. Buzog'imiz. Mana bu karangullari. Agar mana shunday ko'rinsa, bo'ldi, bo'g'ozga kuyish so'z aniq qilaydi. Tushundingizmi? Ko'rdingizmi? Bolani ana shunday. Mana o'zingiz qiling. Mana shunday. Xuddi shunday. Bu. Ko'rinyapti, ko'rdingizmi? Qo'l endi o'ngga chapga endi o'ynating. O'ynating mana. Qayoqqa bursangiz o'shani ko'rsatadi. Tushundingizmi? Mana yelini ustiga qo'ymang. Buni ham bo'shliq qilib ko'rsatib olish mumkin. Shuning uchun mana orasiga qo'yib, mana jun yo'q joyga sal bosing, ya'ni qattiqroq. Qattiqroq bosib, o'ngga chapga endi o'ynatasiz. Mana ko'rdingizmi? Qovurg'alari, umurtqalari ko'rinyapti mana. Endi salgina o'ynating qo'lni. O'ngga chaproq o'ynatib. Siz nimani qo'ysangiz, o'shani ko'rsatadi apparat. Hech qachon apparat buzuq chiqmaydi. Siz qayoqqa olib borsangiz, uni ko'rdingizmi? Bola. Ko'rdingizmi? Mana qanday turibman, mana. Qo'lim qanday turibdi mana. Yonboshoq turibdi, ko'rdingizmi? Mana bunday qilib qo'ying, mana yonboshoq turibdi. Ko'rdingizmi? Ana shunday qilib, gelni qancha ko'p ishlatsangiz, shuncha zo'r ko'rsatadi. Tushundingizmi? Olamiz. Qalay? Yaxshi. O'rganyapsan, lekin qo'lingiz qotib qolgan. Qo'l harakatlari. Harakat. Tushundingizmi? Harakat. Mana shu harakat. Ichkarida ham bo'lgan mana shu harakat. Molimizni, bu 3 oylik. Mana molimizni qo'yib yubordik. 3 oylikdan kattaroq. O'ping. Xo'p, mana bola, ko'rdingizmi? Mana qarang. Buni bosgandan keyin bu yerda endi ko'p narsani ko'rsatmaymiz. Faqat o'rgatamiz. Bir. Mana. Ko'rdingizmi? Videoni chiqarib berdi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa narsa qilib ko'rinadi. Ko'rdingizmi? Farqini? Bu juda oson. Faqat harakat, qo'l harakatlariga bog'liq. Mana bu ham ko'zdan pishyapti o'sha. Siz bizga borku, boribda mana shu videolarni tashlab turasiz-da. Men sizga o'rgatib boraveraman. Hozir bu 3,5-4 oylikka pasha yaqinlashyapti bu. Ko'rdingizmi? Farqini? Video qilishni ham o'rganib oldingiz mana. Mana shuni ko'rdim. Video qilishni o'rganding, qorcham bo'lsa ekansan. Do'stlar. Qarang, mana sidik qo'ydim. Oningiz va joningiz omon bo'lsin inshaalloh. Bolani top sidik fagini nima qilamiz? Sidik fagini topadi-da bolani. Hech bola yo'q. Mana shu tayinda, mana shu bo'lgan edi. Yo'qmi ustam? Yo'q. Qisir aka. To'qqizta qisir. 100%. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi yana mehmonimiz, aziz do'stimiz Umidjon, Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan keldilar. Mana shu narsalarni oldilar do'stimiz. Ularga suvga chidamli eng baquvvat apparatimiz LKF T1 degan modeldan qilib berdik. Umidjon bu narsalarni
qaysi anavdan ko'rib anav qildingiz? Qachon Instagramdan ko'rdim. Internet orqali. Qachondan beri gaplashgan? Anchadan beri gaplashadi. 2 oy, 3 oy bo'ldi. 2-3 oy. Mana 2-3 oydan keyin mana do'stimiz oldilar. Kelishdi deb chiroyli qilib berdik. O'rgatishlarni ham hali yana 2 oy konkretni o'rganamiz shogird bilan. Sal xafa bo'lmaysan, sal uqtiraman. Xafa bo'lmaysan. Ko'rib keldik 5-6 Ha, mollar. 5-6 molni ko'rdik. Otni ham ko'rdi. Otni ham ko'rdik. Endi gapirganda bo'lmaysan, shu oldindan aytib qo'yay. Shunga sekin o'rgatamiz. Mana apparatlar, fiksatorlar, magnitofonlar, detektor dillarigacha qilib berdik. Kimga shunday mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa va Umidjon Ishxon tumaniga polni UZI apparat, UZI xizmatini boshladilar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ularning telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Bizdan shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.